Uyg'urlar orasida bundan mashhur shaxsning borligini bilamsiz. U 15 yoshida she'riyat ilmida dong chiqargan. 30 yoshdan oshganda Orasan Timuriya xonadonligining bosh vaziri bo'lgan. Yana hozirgi Afg'oniston Herat xonadonligini ko'rsatdi. Bu dal buyuk shoir, ijtimoiy faoliyatchi Alisher Navoiy. Dunyo dangliq bo'lgan 13 muqomning naqsh tekstlarining Alisher Navoiyning she'rlaridan elingan. Nizamidan Alisher Navoiy 1941-yil tug'ilib, 1501-yili vafot bo'lgan. 15-asrdagi Uyg'ur shoiri, Uyg'urlarning ulug' olimi, mutafakkur, ijtimoiy faoliyatchi. Navoiy uning taxallus qilib, ahang ovozi degan ma'noni bildirdi. Hozirgi Afg'oniston chegarasi ichidagi Herat tug'ilgan. Bu Turk Chag'atay nasabidagi Barbas qabilasi tug'ilgan bo'lib, ota-bobolari Oqso'ngak, dadasi Timuriya xonadonligining kuchuvchisi bo'lgan. Navoiy kichikdan tartib yaxshi madaniyat tarbiyasi olgan. 15 yoshdan she'r yozish bilan dong chiqargan. Xorasan Timuriyaning keyingi xoni Sultan Husayn Bayqarning savodashi bo'lib, 1969-yili O'rdada muhrdor bo'lgan. 1972-yili vazirlikda tayinlangan. Sultan Husayn Bayqarning Heratdagi vakil bo'lgan. Keyin bir mahal nazardan tushib qolib, Asarobodga ma'muriy taftish amaldori bo'lishga avvalgan. Bu Baygo'jamlarning tarixat qonun buzishiga qarshi turg'ashqa o'rnining noroziligini qo'zg'ab, oxiri vazifasini olishga majbur bo'lgan. 1988-yili yurti Herat yana hozirgi Afg'oniston chegarasi ichidagi bir shaharga qaytib kelib, butun zehni bilan yeziqchilik bilan shug'ullangan. 1501-yili 1-oyning 3-kuni kasal sababidan olamdan o'tgan. Ayni chog'dagi Herat shahri O'rta Osiyo madaniyatining markazi bo'lib, Navoiy kichikdan tartibla yaxshi tarbiya ko'rgan. Yosh o'smirlik davrida Turk, Faris til adabiyoti va tarix, falsafa, astronomiya, kalendar qatorliqlarni uzluksiz tadqiq qilgan. Yana rasm chizish, muzika o'rgangan. Bu aqlli, tirishchan, aslish qobiliyati kishini hayron qoldiradi. Ba'zi danglik olimlardan cho'nqur bilim o'rgangan, madaniyat sohasida nurg'un jihatlarda muvaffaqiyat qozongan. Navoiyning muvaffaqiyati yana uning alohida kechirmishi bilan bo'lgan. Bu matvilik oiladan kelib chiqqan, oilasi zarbiga va ziyonkashlik uchraganlikdan sarson sarkardan bo'lib yurgan, namratlik va g'am qayg'u ichida o'tgan, dunyoning jafo mushaqqatlarini yakshtatgan, kishilik hayotdagi azob-uqubatlarini pishiq ko'rgan, uning ideyasiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan. Navoiyning yuqorqi tarjimalidan shuni ko'rish bo'ladiki, Herat shahri Navoiyning hayotidagi asosli faoliyat o'rni. Bu shahar 14-asrdan 15-asrgacha O'rta Osiyo rayonidagi madaniyat markazlarining biri edi. Navoiy oilasi adib oilasi dunyoga kelgan. Bu kichikdan tartib ayni chog'dagi bilimi mo'l bo'lgan olimlardan o'rgangan. Uning tarafida tuyuqsiz til san'at jihatda kamalat ketgan shoir deb atalgan. Faris adabiyotining kuchli qiziqish bilan o'rgangan. Faris tilini sisinib o'rgangan. Bu uning texmi yaxshi ijodiyat bilan shug'ullanishga asos solgan. Navoiy burun va uning davrdosh shoirlari adabiyot bilan ba'zi afzallikni ko'rsatib bergan. Lekin Navoiy davrida o'limalar orasida yana ba'zi qat ko'targan fars tilida yozishchilik qilish xohish mavjud edi. Navoiy o'zi yolg'iz adabiy ijodiyatga kirishib qolmay, yana Xorasan adabiy muhitini yaratish uchun nurg'un zehni sarf qilgan. O'zi mablag' chiqarib, maktab va boshqa ma'rif ablatlarini qurib, bilimli zotlarni yig'ib, ularning adabiy ijodiyat bilan ko'ngil qo'yib shug'ullanishga yaxshi sharoit hozirlab bergan. 1949-yili Timuriya sulolasiga taqiqlanish ko'rish yuz berganlikdan Alisher Navoiy oilasi bilan Heratga ketishga majbur bo'lgan. 1952-yili Bobul Hashim Babur hokimiyat yurgizgandan keyin yana Herat qaytib kelgan. 15 yoshida she'riyat munbiriga chiqqan. Balliq chog'larda she'rlari peshqadam shoir Lutbiyning mukofotiga erishgan. U hozirgi Eron tavasida yana turk, faris tilida she'r yozishga boshlagan. Shunga u noit tizla qo'sh til ustozi degan nom shuhratga ega bo'lgan. Alisher Navoiy Uyg'ur va o'zbeklarning adabiyot tarixida zo'r to'hfa yaratib, Uyg'ur adabiyotining asoschisiga aylanganligi uchun O'zbekistonda Alisher Navoiyga atab, O'zbekiston Jumhuriyati Alisher Navoiyni xotirlash uchun Alisher Navoiyni haykalini turg'izgan. Keyin Alisher Navoiy oblasti, Alisher Navoiy kutubxonasi, Alisher Navoiy davlat bog'chisi, Alisher Navoiy metro bekati, Alisher Navoiy ko'chasi, Alisher Navoiy xotir munari, O'zbekiston hukumatı Alisher Navoiyni xotirlash uchun nurg'un qurilishlarni qilgan. Har qaysi davlatlarning rahbarlari O'zbekistonda ziyorat bo'lganda hamisha bu xotir munarining oldiga kelib, bu Uyg'ur buyuk ulug' arbobga gul bilan ehtirom bildirgan. O'zbekiston hukumatı har qaysi oliy maktab va davlat organlari va ministerliklar har yili Alisher Navoiyning dunyoga kelganligini xotirlash faoliyati o'tkazdi.